Assalomu alaykum, Agrotexnika o'z kanalimizga kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga diskli baranalarni kichigidan tortib kattasigacha narxlari va buni qanaqa traktorga ilinadi, qaysi traktor ishlatish kerak, nagrushka qilmaydimi, barchasi haqida ma'lumot beraman, og'irligini. Xo'p, bu yonimizda turgan 2,5 metrlik 80 traktorlar uchun mo'ljallangan diskli barana hisoblanadi. Buni disklar soni 20 ta bo'ladi. Oldida 10 ta joylashgan, orqada 10 ta disk joylashgan bo'ladi. Disk diametri 51. Bunda bunaqangi rezinalar qo'yilgan bo'ladi, ramaga shikast yetmaslik uchun. Agar mabodo yengillik qiladigan bo'lsa, mana bu yerga qop qo'yib yoki ichiga turpoq tashlab turib yoki og'ir narsani temir qo'yib sal og'irroq qilsa bo'ladi. Keyin buni diskda chuqurligini bu katokdan ligrovka qilinadi. Bu katokni tepaga ko'targanda disk yerga botadi. Orqadagi kesak ezadiganlari turbali bo'ladi. Bu ham juda ham sifatli, yaxshi kesak ezib beradi. Yo'lga yurganda mana shu balonlarda tushirib oladi pastga. Silindr orqali itarib beradi. Yerga tushganda traktorga nagrushka kelmay, orqa tortiqsiga nagrushka kelmay yo'lda sudrab ketadi. Buni og'irligi keladigan bo'lsak, og'irligi 1 tonna 650 kg chiqadi. Narxi 181 million so'm. Buni навесной varianti bor, hozir video davomida ko'rsatamiz. Bu ham xuddi shunaqa 2,5 metrlik, og'irligi 1 tonna 650 kg. Mana bu narsani agar kim навесной qilib ishlatmoqchi bo'lsa, shuni uziladi mana bu narsalar. Shuni yechib turib, hatto 2 ta bu tomonda, narigi tomonda 2 ta boltga ega bor. Buni tortlarni uzib qo'yiladi, bo'ldi. Palista olib qo'ysa, shunda навесной qilib ishlatsa ham bo'laveradi bunda. Va keyingisi, bu ham Polsha davlatida ishlab chiqarilgan 3 metrlik Astat nomli diskli barana. Og'irligi keladigan bo'lsa, og'irligi 2 tonna 18 kg chiqadi. Diskda diametri 61 lik, stokalari yoniga naplavkali qilingan, sinishni oldini olish uchun yoniga ham temir qo'shilgan bunda. Keyin bunda ham ramaga shikast yetmasligi uchun har bitta stokalarga rezinalar qo'yilgan. Mana bu narsa turpoqni otganda shu to'sib qoladi. Ishni sifatini oshiradi. Agar bunda mana bitta disk ko'tarib qo'yiladi, mabodo traktorga nagrushka keladigan bo'lsa, bittasini tepaga ko'tarib, narigi tomondan ham bittani tepaga ko'tarib qo'ysa bo'laveradi. Shunda buni disklarning soni 24 ta bo'ladi. Ikkitasini ko'tarib qo'yganda 22 ta disk qoladi. Orqasidagi katogi dashkoviy katok hisoblanadi. U ikkita barabanli kesaklardan juda ham yaxshi ezib, shunda 1 sloyda yoki 2 sloyda makka eksalang ham bo'laveradi. Buni narxi keladigan bo'lsak, buni narxi hozirgi kunda xo'p 275 million 300 ming so'mga chiqadi narxi. Endi bu yonida turgani ham xuddi shunaqangi disklar soni ham bir xil bo'ladi. Faqat orqasidagi kesak ezadigani boshqacharoq bo'ladi. Faqat tishli bo'ladi. Buni narxi arzonroq yuradi. 249 million so'm buni narxi. Buni qanaqa traktorlar? Bu TD5 dan 110 60 dan yuqori traktorlar uchun mo'ljallangan bu diskli barana 3 metrliklar. Bu yana bir diskasi kichikroq diskli baranalarimiz bor. 3 metrlik 51 lik diskalari hozir sizlarga ko'rsataman. Buni ham agar kim навесной qilib ishlatmoqchi bo'lsa, навесной qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bemalol. Mana bu 3 metrlikda sudratma varianti, faqat qo'ymaganmiz buni. Hozir mana навесной variantda turibdi. Навесной varianti 141 million so'm turadi. Diskning diametri 51 bo'ladi. Disklar soni 24 ta, oldida 12 ta, orqada 12 ta disk joylashgan. Tishlari ham juda ham sifatli. Kesakda ezib beradi. Juda ko'pchilik sifati ham yaxshi chiqyapti. Ko'pchilik o'ylanadi, olayotganda, yangi olayotganlar uni olsam ertaga somonni ko'm oladimi degan savol juda ham ko'p qiyin edi.
chunki bu ozmuncha narxi arzon narsa emas. Olgandan keyin yaxshisini, sifatligini olsa, mana shu narsalar endi sinovdan o'tdi, o'zini oqlayapti. Bunda ham xuddi shunaqangi, mana bitta diskini tepaga ko'tarib qo'ysa, narigi tomondan bittani ko'tarib qo'ysa, mabodo og'irlik qiladigan bo'lsa, ko'tarib qo'yadi. TD5lar hozirgi kunda TD5 traktorlarga juda ko'p sotilyapti. 10-25, 12-21lar ham bemalol mashinalarda eski baranlar ishlatyapti. Buni og'irligi keladigan bo'lsa, og'irligi 1 tonna 700, 1 tonna yo'q, 1 tonna 175 kilogramm chiqadi buni og'irligi. Mana bu narsa ham juda ham zo'r narsa. Bu lemkinlarda ham bor. Xuddi shunaqangi chizelli diska, chizel qilib turib, keyin orqasidan diskalab ketadi. Uning orqasida katok bor. Buni narxi 240 millionga 240 million turadi narxi. Og'irligi 1 tonna-yu mana ko'rsatishim mumkin, 1 tonna 680 kilogramm chiqadi. 3 metrlik zaxvat. Endi bu navbatda turgani, bu ham 3 metrlik, hozir ko'rsatganimiz. Diskasi 61 lik bo'ladi. Hozir buni aytib o'tdik, shu bilan bir xil. Bu tomonda turgani 3,5 metrligi. Bunda disklar soni 28 ta bo'ladi. Oldida 14 ta, orqada 14 ta disk joylashgan. Ko'rsatishim mumkin. Vintovoylar bor mana. Kengaytirib, mana bu yerdan ligirovkasi bor. Buni siljitib, agar to'g'ri kelmasa, qatorma-qatorga to'g'rilasa ham bo'ladi. Narigi tomondan ham xuddi shunaqangi vintovoy tortib, ligirovka qilsa bo'ladi. Buni qanaqa traktorlarga olsa bo'ladi deganlarga, buni Arion, Zomelon, 1604, 1304 lari ham ishlatyapti buni. 1304 dan yuqori traktorlar uchun mo'ljallangan bu diski barana. Mana bir ko'rishlar mumkin, bir aylanib. Va bu tomonda turganlari ham 3 metrlik. Navesnoy varianti 141 million. Buni narxini aytib o'tib ketmayapman. 352 million so'm turadi bu 3,5 metrlikning narxi. 3 metrlik kichkina variantlari, agar bu sal kichikroq, ramalari ham kichikroq qilingan, narxi 141 million so'm.